Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Husniddin Ergashev nomli YouTube kanalimizda Farmatsevtika texnika universitetiga ko'rsatuv tashkillashtirgan edik. Ushbu ko'rsatuvimiz 14 mingdan ziyod marotaba tomosha qilindi va shu ko'rsatuvimiz davomida biz 60 juft kitobimizni izohlar qismida eng faol ishtirok etib, eng ko'p like to'plagan ta'lim muassasalariga sovg'a qilishni aytgan edik. Ana endi shu konkursimiz g'oliblariga biz kitoblarni jo'natmoqdamiz. Birinchi o'rinni Surxondaryo viloyati Denov tumani 64-maktab jamoasi olishgan. Ikkinchi o'rinni Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 37-maktab jamoasi olishgan. Uchinchi o'rinni esa Andijon viloyati Asaka tumani 46-maktab olishgan. Mana shu kitoblarimizning ichida ko'rsangiz bo'ladi, universitet tomonidan maxsus motivatsion xat yozilgan. Bu xatni o'qib, siz yanada kimyo bilimlaringizni zo'r o'rganasiz degan umiddamiz. Bundan tashqari, bizning kelajak mediklar loyihamiz tomonidan shu birinchi kimyo kitobimizni video darslarni to'laqonli bepulga qo'lga kiritishingiz mumkin. Qaranglar, qanday zo'r imkoniyat. Siz ham YouTube'da videoni tomosha qilyapsiz, ham eng faol ishtirok etganligingiz uchun sizga biz ham kitoblarni, ham ularning video darslarini bermoqdamiz. Shu kabi imkoniyatlarni bizlarga taqdim qilayotgan Farmatsevtika texnika universiteti rahbariyatiga, jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zbekistonda ta'lim rivojiga hissa qo'shayotganingiz uchun sizga ham kattakon rahmat. Bizning Husniddin Ergashev nomli YouTube kanalimizda turli xil tibbiyot muassasalarini yoritib berishni reja qilganmiz. Keyingi ko'rsatuvlarimiz qaysi tibbiyotga ixtisoslashgan muassasada bo'lishini xohlashingizni izohlar qismida yozib qoldiring. Biz u yerni ham sizlarga sodda tilda foydali qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz.